Sardorbek, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Obunachilar, akalar, bittadan like bosib turinglar. Bugun bonusli video bo'ladi. Bugun videoni zo'ri bo'ladi. Yaxshilab joylashib, chiroyli bo'lib turaveringlar. Bugun o'tkazgan vaqtlaringga achinmaysizlar. Bugun o'ta chiroyli video bo'ladi. Qattiqlarida. Qattig'i bo'ladi bugun. Zapar aka qo'ydi zo'rlariga. Like boshidan bosib qo'yishing. Like ni bosib Zapar aka kommentariyaga havas qildim, uka, otangga rahmat deb tursin. Narxi ham yengil bo'ladi. Ishonga yarasha bo'ladi, arzon bo'ladi. Gap yo'q. Xudo xolasa. Assalomu alaykum. Zubayr Rus kanalining ashaddiy obunachilari, hammalaringning kunlaring xayrli, barakatli bo'lsin. Juma ayyomlar hammalaringga muborak bo'lsin. Bo'lmasam Sardorbekka haqiqiy qo'ylarni, вообще elitni variantlardan kelibdi Sardorbek. Qaydan olib keldingiz bunaqalar janovorlar? Ha, bir keldi Zapar aka, zo'rlari keldi. Gap yo'q. Bu Zapar aka, endi videoni boshida bugun bonusli bu video bo'ladi deganim sababi bu qo'ylar o'zim uyimdagi bahayatga seleksiya qilayotgan qo'ylarim. Ha, bu ikki. Ha, bu ikki. Prosta obunachilarga o'zimda narsamni ham ilinay. O'zim baqolmay hammasini ilinay men ham. Gap yo'q. Shuning uchun oldim. Mana onasi bo'yi 95. Aha. Bu bolasi. Onasi 95. Qo'ydi qaranglar. 95. Bu yana o'zimizga bo'g'oz olib qoldi. Bu qoladi. Bolasini bonus sifatida arzonroq qilib beraman. Bolasini bonus. Bolasini o'zi yaxshi pulga bermaganman kelganda ham. Aha. Lekin hozir videoni misol rivoji uchun yengilroq qilib berib Biz obunachilarga. Obunachilar uchun yengilroq qilib berib Bittadan like ni bosib, kommentariyaga havas qildim deb qo'llab-quvvatlab turibsiz. Urg'ochimi, qo'chqormi? Urg'ochi bu. Urg'och. Gap yo'q, lekin mana urg'ochisidan ham ancha-muncha odam chiqarmaydi akalar. Buni sekin tashab qo'yishadi. Sizlarga onasi bo'g'ozmi bu? Bu onasi bo'g'oz, ha. Bu o'zimiz yana hali boqamiz, lekin bolasini ilinyapmiz. Quloqlari qaranglar. Qulog'im 20 dan oshiq shekilli. 20 oshiq. Gap yo'q. Buni necha pulga beraverasiz bolasini? Bolasini bu? Aha. Buni bitta narx aytamiz, buni taqalganini oxirini Zapar aka. Buni o ming bormi? Yo'q, unaqa emas Zapar aka. Kelganda ham eshitib turing. $500 berilmagan. Hozir obunachilar uchun $400 beradi. $400 beradi. $400 ga beraveramiz obunachilar uchun. Gap yo'q lekin. Sardorbek, $400 ancha-muncha odam lekin bunaqa qo'yil $400 ga berilmaydi, to'g'risi. Yo'q, bermaydi. Obunachilar sizlar uchun majburan o'zing qo'yinglar ham apchiq deb majburan mana ko'rsatyapmiz. Qo'ydi qaranglar, manaqa velikant bo'ladi ekan sortidan. Xudo xolasa bo'yi 95 onasini. Onasinichi 95. Arashanga qo'shdingizmi? Qanday qo'ydi? Arashanga qo'shdim. Arashanga. Arashan qo'chqoringizni ham bir ko'rsatib ketasiz. Uni ham bir hali nima deydi? Uni o'zi vaqt keladi Zapar. Ko'rsatib ketavering. Bir hali obunachilar mazza qilib ko'rishsin. Bir bugun qiziqarli video bo'lsa, o'zingizni qo'rangizdagi qo'ylar bilan ha deng. O'zingiz qo'rangizdagi qo'ylarni sotilayotgan turgan qo'ylar ko'rsating. Masalan, siz obunachilarga ham tavsiya nima deydi, o'zingizni ma'lumotlaringizni ichirchidan berib qo'ysangiz, oxiriga ko'rishsin, oxiriga qo'chqarni qo'yib beraman. o'zingiz qo'chqaringiz. Ma'lumot nisbatiga, misol mana buni qo'ydi ko'rishdi-ya Zapar aka. Hop. Buni ma'lumotlarini oxirida beraman, hammasini. Gap yo'q. $400 ga beraverasiz. $400 ga beraveramiz. Mana shunday urg'och qo'zlarimiz ba'zi, o'shalarni ham qo'yaylik-da. Yarichkalar. Yarichkalar. Ketdi bo'lmasa, uni shuni qo'yaylik. Yarichka urg'ochlariga mana akalar, bu qaranglar, jonivorni shalpon quloqlaridan olib qolman degan akalaringiz uchun nechta dona Sardorbek? 5 dona. 5 dona. Ha, o'zi 5 dona, ozgina. Bu garbonus qaranglar. Narxi yengil edi. Bu qaranglar akalar. Qo'zini garbonusini qaranglar. Hammasi garbonus. Hammasi urg'ochimi? Hammasi oq. Yo'q, bitta qo'chqordan ham qo'shib qo'ydik. Qo'chqori bilan. Ha, menda aytasiz Zapar aka. Aha. Har xil odam ko'rib, har xil odam qo'ya oladi-da buni. To'g'ri. Buni 4 ta urg'ochi, bitta qo'chqor. Qo'chqor buni zotidan emas, boshqa o'zim aytgan qo'chqorman. Ha, biz mana shunday qilib zotib olishaveradi. Ayol kishilar boqidan haliga ko'paytirib qo'yaveradi. Po'choq, bundan bari qovun po'choq, tarvuz po'choq ko'pda. Bir piyola kepagi bilan berib tursa ham o'zgarib qolaveradi. Qo'chqoringiz ham shalpon quloqmi? Qo'chqorni ham udoridan, zo'ridan. Qo'chqor, mana. Mana o'z qo'chqor, ana shu qo'chqor. Vaqt qaranglar akalar. Vaqt qarang, shalponligini. Bu urg'ochilar, garbonuslarni qarang, urg'ochilarni. Zapar aka o egiz tumorlikda. Mana. Ana shuni qarang. Bu qaranglar akalar. Garbonusni qarang, Garbonuslik yo'q. Yorma dumbalaridan so'ragan akalarimiz uchun mana. Bu qaranglar. Shalpon quloq. Bularni yosh oyligi qanaqa Sardorbek? Yosh oyligi 4 oylik. 4 oylik, ha? Ha, 4 oylik, 5 oyligi. Maza qilib seleksiya qilaman degan akalarimiz uchun mana. Zapar aka, menda seleksiyani Aha.
katta pul bilan boshlash shart emas. Shart emas. Ha, ozgina pul bilan boshlasa ham bo'laveradi. Sekin-sekin bu 1 oy, 2 oy, 3, 5 oyda bo'lmaydi. Aha. 1 yil ekildi, toza zot qo'yib olishadi uyga. To'g'ri. Zo'ridan qo'yib olishadi. Mana mashinalarni olsa, mana shaltoqlar, bu quloq tashab turishdi qarang, qo'chqorda. Turishdi qarang. Issiqqa prosta qilyapti. O'shancha anshini. Bu qo'chqorda. Janovar, mana yuzda qarang. Yuzda Voh, zaparaka. qaranglar mana. Mo'g'an uzunligini. Tomirlar chiqib ketgan mana. Qo'chqor bo'lsa shunchalik bo'lsin. Mana. Gap yo'q. Hammasi ham zo'r. Buni- Bir-biridan zo'r. Zaparaka mo'g'an qarang. Bu egis tumardi. Ana bulardan chiqadi-da keyin. Bu qaranglar. Kobra. Kobradan turishdi qarang. Janovar. Janovar. Bo'ldi buni narxini necha puldan berasiz? Buning narxi arzon zaparaka. Qimmat qo'ymaymiz do'stlar. Hamma videoni ko'rib, hali gapim bor, hamma videoni ko'rib, oxiri men qo'ramga kelinglar degan. Gap yo'q. Xuddi shunday. Hammasini bir joyga olishadi zaparaka, oxirini qo'yib beraman. Necha puldan? 4,5 dan qo'yam. O'tgan safar arzon qo'ydingiz-ku? 4 milliondan qo'ydingizmi? Qanchadan qo'ydingiz? Yetmay qoldi deb tezroq olib kelishim kerak deb yuruvdingiz. 4 milliondan qo'yam. Beraverasizmi 4 milliondan? Hammasini? Bo'laveradimi shunda? Bo'laveradi Arzon 4 milliondan, вообще. Arzon bo'ladi. Menga yoqadigan narx 4 milliondan bo'laveradi. 100 mingdan kam bo'ladi. Yana 100 ming o'tib berasizmi? Bo'laveradimi shunda? Sardorbek. Shunda 3 million 900 dan bo'lyaptimi? 3 million 900 dan. Gap yo'q lekin 3 million 900 ming so'mdan Gapirgani gapda olmayapsa, umuman. oldi bering. O'tgan safar 3 million 800 mingdan qo'yib qo'yganman. Aha, Ko'pchilga yetmay qolgan. to'g'ri. Shu ko'pchilda endi qo'yib beraman deganman, lekin nomerlarni ko'pinikini yo'qotib qo'ydim-da. Videoni ko'rib turishgan bo'lsa, telefon qilasin 3 million 800 ming so'mdan Toshkentga deb buni ham yetkazib beraman. Toshkentga davr. Buni ham yetkazib beraman. Gap yo'q. Toshkentga deb. Mana akalar Olishsani. 3 million 800 ming so'mdan bo'lib ketdi mana 5 donasi. Qo'chqarini olib qo'yaman degan yerim ham yo'q. Qo'chqori ham shu ichida. Ichida ketaveradi. Bitta gap Zardorbek. Endi to'xtab turing. Xafa bo'lmaysiz? Bitta biroz aytib qo'yaman. Hozirgi afg'on qo'yingizni bolasini ha deng. Pilla qilib olishaman. Endi u ham yoqdi deysa, Olishaveradi. Bo'ldi. 400 dollar 3 million 800 dan qilib beraman. mashlar bilan billa Zardorbek. Bitta Unda juda arzon bo'lib ketmaydimi? Sardorbek bizni obunachilarga like bosishyapti. To'g'risida maza qarab turingda, like bosishyapti. Sardorbek sizga havas qildim deb o'qiyapsizmi kommentariyangizda? O'qiyapman. Hamma yozganlardan Alloh rozi bo'lsin. Hammasidan. Bo'lmasam o'shani ham qo'shib bering. Ana shu ha deb turing. Ana shu 400 dollar dedingiz-ku. Ana shu ham shu bitta ketsin 3 million 800 ming so'mdan 5 dona urg'ochi bitta qo'chqar qilib olib, siz duo qilib boqishsin. Og'ani olmagan like bosmadim. Like bosib bo'lishdi уже. Bosib qo'yishdi. Bosib qo'yishdi. Ha, xursand bo'lishadimi? Xursand bo'lishadi. U qo'y menga dekkanchilik. Dehqonchilik. Ketaveradi mayli. Mana otangizga rahmat. Gap yo'q. Ammo shaytiga bittadan like bosib, shu maynaqa chiqarib turgan, havas qildim uka men ham deb kommentariyaga yozib, like yurakdan mixlab tursin. Gap yo'q. Bu yurakdan emas ammo like. Gapim bor-ku. Aha. Yurakdan mixlanglar aka, bu yurakdan mixlamanglar. Gap yo'q. Like. Mana akalar, unisini ham ko'ndirdik. 3 million 800 ming so'mdan afg'on qo'yi bilan birga ketadi. O 5 dona urg'ochi, 1 dona qo'chqor boradi uylaringga. Videoda oxirigacha ko'rib, like bosib erinmanglar. Hali asosiy Zo'rlari oldinda, hali hayot oldinda deydi-yu. Aha. Zo'rlari oldinda. Bo'lmasa o'sha zo'riga o'taylik, ketdi. Hurmatli obunachilar, keyingi partiyamizga haqiqiy oq yuzlik, qulog'i oq qulog'idan boqaman degan, yarichka sog'liqlardan boqaman degan akalarimiz uchun bu. Qo'ydi haqiqatan bir ko'rganda hop, sevib qoladigan qo'ylarni olib kelsa Zardorbek, mana Hasha qarang. chaqmag'anlaridan baraka. Hasha ham qo'ymaganmi, bularga jonivorlar. Seleksiya qilaman degan obunachilar bo'lsa qo'ygida buni bor o'zi. Asli tushungan odam oladi. Haqiqiy seleksiya qilaman degan tushunmagan odam ham olsin-da shu qo'ydi. Shuni tavsiya qilaman men. Hammasini bor-ku, razrezini ko'rsating. Hammasi tikka dumba, chiroyli raketa dumbadan. Raketa dumba, bitta ham osilgan dumba. Yo'q, yuzlarni qarang, yuzlarni Zafar aka, hammasi Oq yuzlik, oq tumshuq, urushni qarang, kiyiklardan. jonivorlar. Ha, jonivor. Prosta ala quyoshga nima deydi? Qo'ylar bilsalar ham quyoshga kallasini egib oladi, lekin anjancha qo'y kallarni egadigan qo'ylar emas. Yo'q, oldi to'shlar qarang, oldi to'shlar Zafar aka. Yaltirlar yotibdi gap yo'q. Ko'zda oladiganlari. Ular tish chiqarganmi, chiqarmaganmi? Alloh to'g'ni bo'lsin ular.
Qo'zimi bu holat? 8-9 oylik narsa xolos. Quloq chiroqligini qaranglar akalar. Bu qaranglar. Quloq jonivor. Bular 8-9 oylik. Bular hali Hozir o'sadi. mo'ch chiqarmaganmi? O'sha ko'rinchi hozir. Ashuni ushlab ochib qo'yingchi, kattahini chiqargan deyishyapti. Qo'zichoq oppoqda hali. Babachak. Babachakda hali. Mana bu qaranglar. Garbonos qarang, garbonos. Qo'ydi. Toni lekin hali boshqa tema buni toni bor. Mana ustida jungini qaranglar akalar. Bular o'z Nima kuchli boshqa temada bu. Bu qarang. Oyoq qo'li uzun. Qo'y qilaman degan akalarimiz uchun tavsiya qilib qolamiz. Ushlayingda bitta ko'rsatingda usha bashlan. Shu qaranglar. Ushlayingda uni qo'ydi qarang. Tonni qaranglar, ey. Ko'zni ola qamashtirib qarang, oladi. ko'radi. Bu qaranglar. Haqiqiy oq tumshuq, oq ko'z, oq quloq deydi, Aha. o'sha narsa. Mana. Ichini ochib qo'ying buni ham. Hali. Mana. Qo'zi hali. Bak hali oppoq tishi Zapar aka. Bularni tishi hali oppoq. Mana qo'ydi qarang. Shuning Janivar. bitta ko'rsatib qo'yaylik. Mana qarang. Bu orqasini qarang. Razrezni qarang. Razrezda, ey. Dumbalar. Dumbalar. Mana old tomonini qarang, qo'ydi. O'zida shirinlar jundan mana. Mana. Dovshini eshitsa ham bo'ladi, Zapar aka. Bu qarang akalar. Ko'zda oladi. Unga bir nima deydi? Bir xilgilar telefoniga haligi qizartirib, tabiiy holatda turibdi. Zapar aka. Ichini ochib qo'ying buni ham. Buni eshitib turing. Montaj qilib yurmang bu videolarni. Aha. Ana bunday qo'ying. Oppoq tushda, qo'zichoq tushda hali ham. Hammasi Hammasi. Eng qizig'i menda ayta Zapar aka, to'qni qo'ydik. Ilk tishga keladiganda tishi yoradida, endi kengayadi. Bular kengayadigan yo'q. Bular menimcha bir 10 oylik atrofida shekilli. 8-9 oylik. 8-9 oylik. 8-10 oyga hali bormagan. Mana akalar, bo'ylari, hop, nechiga beraveramiz bo'ylarni Sardor? Bo'ylari 80 plus minusga olishsin. 80 plus Ha, minus. mana qo'y misol 85 ham chiqadi, 80 plus minusga. Mana akalar. Gap yo'q. Ularda nechta bayda 6 dona? 6 dona olasiz, ko'p emas, soni 6 dona. Nechta beraveramiz endi Sardor aka buni palampul devormang yana. Yo'q. Bu ham arzon. Arzonmi? Ha, bu ham arzon. Gap yo'q. Arzon qo'yib beramiz. Menga arzon kelgan, arzon qo'yib beramiz. Sizni klientlaringiz haqiqiy qo'ydi, nima deydi, ajratib, chunki yaxshi qo'yib beradi Sardor aka. O'shaning uchun videoga Zapar aka, yana bir gapda, boya ham aytdim, yana aytyapman buni qayta. aha, Buni tushungan odam oladi o'zi aslida. Tushunmagan odam olmasin qo'ydi. tushunmagan ham olasiz. Shoshilib telefon qilsin bu qo'yga. Janga ha deb ham bunaqa yarichkani bunaqa tozasi kelavermaydi. Kelavermaydi. Ha deb. To'g'risida, ha. Buni eng qiziq yeriga kelsak, narxiga Zapar aka. Aha. Hammasini olishadi. Aha. 6,5 milliondan ketaveradi. 6,5 million so'mmi? Hech kim eshitib bo'lmasin ama. Hey, Ko'chada eshitib. Zardorbek. PR emasmi bu? Telefon qilsin. Lekin qo'ylar, akalar, masalan buni maqtab, buni balandga olib chiqish emas. Lekin men o'zim ko'zim bilan ko'rib turibman. Haqiqiy mana qo'y olaman deyapsizmi? Shuni ham olmasangiz akalar, bundan ortig'i bo'lmaydi. To'g'risida. Mana bu qaranglar qo'ylarni. Sardorbek tushib berasizmi yana? Tushib beraman-da. Qancha tushib berasiz? Qancha tushib beray? 200 ming tushib berasiz? 100 ming tushib beraman. 100 ming tushib Ha, berasiz. 100 ming tushib beraman. Like bosishyapti lekin. Like bosishyaptimi? Like'ni davno siz shuni ko'rganda obunachilaringiz bittada tirs like'ni bosib Bitta qo'yishadi. like bo'lsa 200 ming so'm tushib beraman unda. Bitta like'ga 200 ming so'm. 200 ming so'm tushib beraman. O'shanda 6 million 300 ming so'm bo'ladimi? Aha. 6 million 300 mingdan ketaveradi. 6 million 300 ming so'm. 6 million 300 ming so'mdan Toshkentga dastlabki qilib yetkazib beraman. Undan u yog'iga kelishilgan holda. Bora ish qilib, ha? Ha? Bora O'zbekiston bo'ylab. O'zbekiston bo'ylab bor. Zapar aka menda o'tgan har safar aytyapman-da. Tushuntirib qo'ying-da. Ha. Ha. Men mono qo'yga 500 ming, 600 ming qo'yib, Samarqand, Buxoroning dastlabkasini qo'yib olmayman hech qachon. Aha. Menga jichcha qo'yaman. Mhm. Toshkentga dastlabkiga beraman. Undan ag'a qilib beradigan bo'lsam qoplamaydi. Qoplamaydi, ha? Undan ag'a Zapar aka kelishilgan holda qilib beraman. Ko'p bo'lmaydi. To'g'ri. Rasa bo'lsa 100 ming so'mdan pul bo'ladi. To'g'ri. Ularga-da qolganini men ko'taraman. Gap yo'q. Mana akalar, realni gap. U oldi qochdi unaqa haligi emas. Mana realni aytyaptilar. Masalan, tushungan odamga bu uni ham ushlab ko'ringchi, mana jun olinganda ham Hammasini qarang. garbonos Akalar 6 million 300 ming so'mdan nima deyapti mana shu qo'ylar? Garbonoslik, quloqlari but-butun. Uni Sardorbek bo'pti, ko'p ala qilmaymiz. Yangani yana 100 ming so'm tushib berasiz biz obunachilarga.
like bosib xursand bo'lishadimi? Xursand bo'lib, oldin ish o'zi bor-ku. olishadimi? 6,5 deganingizda lubba odamga qo'yishaveradi. To'g'risida? Aha. Hasad qilganlarga bo'lsa ham 6,200 dan beraveradi. Gap yo'q. Kommentariyaga qaraydi, misol negativ bor-u, yo'q emas. Negativ bor. Shularga avvalo bo'lsa ham 6,200 dan. Sardarbek, buni tushunmaydigan odamga 4,5 milliondan qo'ysangiz ham voy bo deveradi. To'g'risida? Buni tushungan odam bo'ladi. Tushunmagan odam bozorda ko'rib, bozorda ko'rib, bilib turgan odamlar telefon qilib, shoshilib telefon qilib olaveringlar. Bunaqasi ayda-bayda yo'q. Zapar aka, bunaqa qo'yib o'tmay qolganda to'g'risini aytganda o'zimiz ham $700, $800 dan oldik shunaqa qo'ylarni. To'g'ri. O'zimiz ham oldik-da. Mana qo'y ko'payib turibdi, arzonroq olishsin mana. Gap yo'q, mana. 6,200,000 so'mdan. Qo'chqor zo'rini qo'sh. Qo'shdan bunaqa bo'lmaydi bunaqana. Qo'chqor zo'rini qo'shib, Zo'rini $1000 qo'ysa, $2,000-3,000 qo'zlar tushadi-da shundan. Tushmay qolamidi bitta bo'lsa ham. Gap yo'q. Tushadi mana zo'ri. Mana akalar, bo'lmasa ham keyingi partiyamizga o'taveramiz a? O'taveramiz boshqa. Partiyamizga 2 dona kashdan, 3 dona sarig'idan bor, qizilidan bor ekan Sardarbek. Tozasidan, zo'rlaridan, zaparaga. Mana. Kashtanji ham, suyaqjon, qo'lon, razrezlar utorida. Bo'ylari ham o'ta dahshat. Yeb ichishlaridan umuman muammosi vaqti yo'q. Xudo xolasa, quloqlari qaranglar, yiltib. Hammasi quloqlari dahshat buni. Buni borida beraga, zotga olishadi, zotga bular. Zotga, ana qo'chqorni zo'rini qo'shib bolani bemalol urasizlar, lekin kichikkaram qo'ylar emas. Faqat suyak o'ta katta. Videoda qanaqa ko'rinyapti bilmadim, lekin bu qo'yning ma'lumotini videoning oxirida beramiz. Bunaqa qo'ydan nima olish kerak? Qanaqa qo'y tushadi? U ma'lumotlarni oxirida beramiz. Gap yo'q. Mana 5 dona o suyak kattasini olaman akalarimiz uchun tavsiya qilib qolamiz mana. Haqiqatdan yirik sog'liqlar. Ular narxini nima deymiz? Ular bo'g'oz qistirib nimasiga beramiz? Shu narsaga beramiz. Shu narsaga? Shu narsaga beramiz bular. Gap yo'q. Buni bir gapda Zapar aka. Aha. Videoyimiz ko'p bugun, qo'yimiz seroq. Seroq. Oxirini shunday qisqa video qilib qo'ya qolamiz. Buni tishlariga keladigan bo'lsa, qo'zi 4 tish, bitta 6 tishi bor. Aha. Qolgan 3 tasi 4 tishdan. Bittasi hali to'qli, qo'y tishini chiqargan yo'q, mana qizil qo'y. Buni afg'on qo'y. Afg'on bilan arashandan chiqqan bu. Bu tishini chiqargan yo'q hali. Hammasini bir joyga olishsa 6,5 million so'mdan ketaveradi. 6 million 500 Ha, 6 million 500 ming so'm. Buni 7 million beramiz, 8 million beramiz. Bo'lmasam Zardarga telefon qilsa, ozgina yo'l qo'yib berasiz-a? Telefon qilsa sunnatga ozgina. bir nima, ko'p emas ammo. Aytganingiz o'qolmasin. Mana akalar, hop bo'lmasam, hop telefon qilaverasizlar, shoshilib, xudo xolasa qo'ylarimizni sevrab o'shanga tez-tez olamiz. Havo ham zo'r emas. Bo'lmasam keyingi partiyamizga o'taveramiz. Hop, keyingi partiyamizga akalar, hop nechta 6 dona ham Sardarbek? Qo'chqorga tayyor. Qo'chqorga tayyor. Bu qaranglar, janoblari. Bu qarang, Buni bir qo'ra. Bu ushalsalardan bo'ldi akalar, bu qo'ylarni bor. Chasliga Zapar aka, o'shanga qo'radan chiqarmay bitta syomka qilyapmiz. Qo'ylar haqiqiy tog'da qo'yadi-da bular. Tog'da qo'yadi. Ha, adirda qo'yadi, tog'da qo'yadi, shunga bu qaranglar, oq quloq, oq yuzligidan baholangan rangi bari bir xil, bitta zot bu bular. qaranglar akalar. Quloqlarni mash qo'ylardan tushmaydi sizlarmi? Tushadi, xudo xolasa, tozalari tushadi, xudo xolasa. Zapar aka, bunday aytib, Aha. bu narsadan Zapar aka, men bekarga doim bunaqa qo'ydi qo'ygizmayapman-da. Aha, Bu narsadan yaxshi narsa tushirib olsa bo'ladi. bo'ladi. Ha, buni sababini oxirida ko'rsataman ham. Oxirida aytib o'tasiz. Aytaman ham, buni sababini oxirida aytaman ham. Tarjibadan kelib Ha, chiqqan. o'zim misol mana shu ishda Zapar aka, misol anchadan beri qilaman bu ishni, lekin seleksiyani men boshlaganman. 1 yilda o'tdi. Shu narsadan tushyapti-da narsa. Chiroyli narsa tushyapti. Chiroyligini onglar, chiroyli foyda topasizlar, xudo xolasa. Chiroyli narsa baribir hamma yoqda yaxshi narsa, hamma yoqda yaxshi pul bo'ladi, to'g'risi-da. Endi kommentariyaga hamma negativlar, qimmat falan bo'ldi, piston bo'ldi deb yozishyapti. Aha. Lekin men doim bori Zapar aka xalq tomonman-da. Nimaga aytib, bu narsadan yaxshi narsa tushadimi, o'zim 100% bilaman. Shuning uchun doim maynaga qo'yib chiqaryapman. Gap yo'q. Zo'rlaridan zo'ri chiqaveradi. Mana akalar, bemalol boqib. Bular yoshlari qanaqa Sardarbek? Buni yoshimi? Aha. Xo'sh, qo'zi Qo'zi ham bor yormagan ichida, tish yormagan.
Asosan 4 tushga olishsin qo'ydi. 4 tushga. Ha, 4 tushga olishsin. Bu bitta qo'zi bor. 4 tushga olishsin. Yosh hali, bu qo'ylar hali o'sadi. Xudo xolasa bo'ylarini nechiga beraveradi? Bo'ylari 80 plyusda, 85lari bor qo'ydi ichida. 80 plyusga olishsin. Mana shu qo'ylar chiqadi-da, mana shu qo'ylar, haqiqatan. Bu qo'ylar qaranglar. Uzunligini qaranglar. Bu kichkina qo'y emas bular. Buni uzoqdan olyapmiz. Bu qo'ylarga yaqinlashsam, vaqti ustimga ham chiqib ketyapti. Mana qo'ylarni qaranglar. Hammasi tikka dumba, bitta osilgan solpi dumba, bundaqa ketmon dumbasi yo'q. Eng qizig'i dumbi ham yo'q, misol dumbani o'rtasida dumbalar kichkina. Razrezlar hamma yo'g'i zo'r. Xudo xolasa ayblaydigan joyi yo'q. Buni nech puldan qilib beraveramiz endi Sardorbek? Bir joyga 6 dona qo'yaga. Qo'y ko'p akalar, mana qo'y lim, lekin sizlarga tozalarni olib chiqyapti bu Sardorbek mana. O'ylab qolmanglar, ichiga monondaqa bittasini qo'shib turib, o palan puldan devorsa ham bo'ladi, lekin zo'r toza narsalarni olib chiqib ko'rsatyapti sizlarga, to'g'ri. Kanalga qo'yni zo'rini qo'yaveraylik. Qo'yimiz seroq. Hammasi ham narxi mana, qo'yimiz seroq. Lekin kanalga zo'rini qo'yaveraylik. Zo'ri chiqsin. Zo'ri chiqsin doim. Shuning uchun zo'rini harakat qilamiz. Bayda qo'yimiz seroq. Hozir ikki yerda video qilyapmiz-da baraka. Nariga qo'lada ham lim. Ayda ham to'la, bayda ham to'la qo'yimiz. Shuning uchun qisqa video qilaylik, qo'yimiz seroq. Yeyishini ko'ryapsiz, somonni ham yeyapti akalar. Yeb ichishda umuman hech qanaqa muammosi umuman yo'q. Xudo xolasa, hop, qo'yda haqiqatan qo'rani eng oldi qo'ylarni olib chiqib syomka qilyapmiz. Bayda haligi ichiga bitta tayin yo'qini qo'shib olib, haligi qilish kerak emas. Mana bayda ajratadigan qo'yda o'zi ham yo'q. Hammasi toza, hali oq quloq, oq yuzli qo'ylar, bolasi ham xuddi shunday shu. Xudo xolasa seleksiya qilaman deganlarga terib olib chiqib video qilyapmiz. Bo'ldi, buni hamma ma'lumot tushuntirdik. Qolgan ma'lumotlar telefon qilishgan, nech puldan beraverasiz buni? Bir joyga 7,5 milliondan ketaveradi hammasi. 7,5 million so'mdan. 8 million, 8,5 million emas. 7,5 million so'mdan ketaveradi hammasi bir joyga. Akalar 7 million 500 ming so'mdan bir joyga dastlabga Toshkentga davrman hali ham o'tib berasiz. Buni mendayda bu qo'ylar ko'rinmayapti, buni havo bulutli-da, quyosh tushib tursa ko'z tovlanadi. Gap yo'q. Menga tushib bering bo'lsa Sardorbek buni. Qancha qilib o'qsin? Qancha tushib beraymi? Mazza qilishadi shunda. Menga desa 300 ming tushib bering. 500 ming tushadi. 500 ming tushib berasiz. 500 ming tushadi. Bugun videoyim ko'p, qo'yim ham ko'p. Bo'lsa oxirga to'g'ri arzon bo'lsin. Mana. Boshida oxirga to'g'ri arzon bo'lsin. Sardorbek bugun nima deydi? Qo'y sotaman deb qo'y sotaman deb turibdi. Ishtaha bilan turibdi ekan 300 mingdan tushib bering desam 500 mingdan tushib beraman. 150 ta oshiqroq qo'yim bor. To'shni sonini bilmayman. Ko'rdim, qo'yingiz lim. Ikkita qo'rada 150 ta oshiqroq qo'yim bor. Sotish maqsad. Shunda hozir 5 qo'l baravar qilmay 7 million so'mdan ketaveradi. 7 million so'mdan bir joyga. 7 million so'mdan hammasi bir joyga ketaveradi. Mana akalar 7 million so'mdan like'ni bosib qo'yadigan joyi. Unaqa tayinli qo'ylar ichiga qo'shib yuborilmagan, hammasi gigan sog'liqlar, yurishlari ham hamma tomonlama muammosi umuman yo'q. Bemalol telefon qilaverasizlar. Bo'lmasa keyingi partiyamizni ko'ramiz. Ko'ramiz. Sardorbekni aytgan qo'chqorlari mana. Bash qo'chqor Zapar aka ham o'zimni sog'liqlarimga qo'shib bola olaman shundan. Endi buni ma'lumotlarni beradigan bo'lsak, o'zimga ozmuncha pulga kelmagan, endi bu sotuvga qo'ymayman ham, ozmuncha pulga kelmagan. Yaxshi pulga olganman bu bir donani. Men nimaga hozir buni bo'pti olib chiqaveraman dedim. Obunachilaringizga bitta ma'lumot bergani chiqdim. To'g'risi-da. Mana qo'y Zapar aka. Oddiy qo'y deydi, ko'pchilik ko'rganda. Garbonoslik, quloq joylashuvi, qulog'i ko'ryapsiz. Qulog'i 23. Qulog'i 23, shirina 11,5. Shirinasi. Oldi stoykalari, oyoq joylashuvi, turuvlari hamma yo'g'i kelgan-a qo'ydi. Zapar aka, men doim sog'liqni olib chiqib maqtayman-ku. Oq yuz, oq quloq, oq haligi, oq ko'z deyman-ku. Mana qo'chqorda xuddi o'sha haligilar bor. Hammasi bundan ishgani, garbonoslar hamma yo'g'i kelgan-da. Endi buni men hozir aytishimning sababi Zapar aka. Monondaqa qo'yga qo'shaman men doim. Mana bundaqa. Mono qo'y Zapar aka, oddiy qo'y bu. Oddiy. Misol 5,5 million, 6 million, 7 million qo'yib chiqaryapman-ku. O'sha qo'ydan endi buni natijasini qarasiz. Mana narsani men nimaga qo'chqorda hozir aytib o'tdim. Mana qo'ydan 10 ta, 20 ta olsa, katta pul ketmaydi-da Zapar aka, seleksiya qilaman degan odamga. Siraz boshlab shart emas. Siraz boshlab shart emas. Bu narsani 2 yil davomida qilishadi. Buni. Endi buni natijani qarang Zapar aka. Hamma ma'lumotni kelmayapti. O'zini qarang.
Mana quloq qarang, yuzni qarang. Qo'chqor bilan ko'p yer. Shuni bolasimi Sardor? Shuni bolasi. Qarang Mana akalar. oddiy qo'ydan tushgan bu narsa. Bu hech qachon mana qo'ydimi 3000, 4000, 5000 ga olmaganman. 3000, 4000, 5000 ga olmagansiz. Mana qo'y 5,5 millionga kelgan. 5,5 million so'mga. 5,5 million so'mga o'zimga yetib kelgan. Akalar. Qo'chqorni yaxshi pulga olib qo'shganman. Buni natijasi endi bu narsani Quloq deb chiqadi hozir mana shu hozirgi buni holatda. qulog'i 19 xotirjam chiqadi. Hozirgi holat. Necha oylik bu? Bu 1 oylikka to'lib qoldi. 1 oylik. Hali to'lgani yo'q. Akalar. Mana quloq. Mana natijasi. Mana natijasi. Maynaqasini o'ylanmanglar, boshlanglar. Mana. Buni Oddiy qo'ydi bolasi bu. Oddiy. Hech qachon misol men geni bor buni, Ammo liniyasi Sardor bey bor. bundan oldingi to'qlilar chiqardingiz-ku. Ha. Ularning sifati ham bundan kuchli-da hozir. Yo'q, hozirgi momentda uni sifati bundan kuchli. Moldaga qo'chqor qo'shsangiz, bundan ham kuchli narsa beradi. Mana narsadan ham kuchli narsa chiqadi. Mana. Undan. Lekin bitta narsani hech esdan chiqarmash kerak deb barakim o'zim tajribamdan kelib chiqqanda 10 ta oddiy qo'y olib, bitta 5-4 so'm qimmat bo'lsa ham bitta qo'chqorni olib qo'yish kerak. Bitta qo'chqorni chiqaraveradi. U puliga jicha-picha misol 1000 dollar, 1,5 dollarga oldim deyshadi. Oldiniga achchiq chaynashadi, to'g'ri. Lekin bitta qo'zi tushganda o'zi chiqib ketadi. 50 ming dollar, 100 ming dollar deb video chiqilyapti-ku. Akalar, mana shu nech pulni o'ylaysizlar mana shu qo'chqorni? Bu unaqa ortiqchalik, haligindaqa pulga olinmagan, to'g'rimi? Unaqa yo'q, bu boshqa 20 ming unaqa emas, to'g'ri? Qarang, unaqa pulga olinadigan bo'lsa, uning uchun bir mashina pul kerak bo'ladi, to'g'risi-da. Uni oddiy jaydari qo'ydi puliga beradi. Oddiy jaydari 5,5 million, 6 million, 7 million qilib olishsin, jaydari qo'ydi puli. Mondaga zot qo'yib olishadi keyinchalikka. To'g'ri. Shuning uchun bu narsalar hammasi. Mana akalar, ma'lumotni, masalan, o tekin ma'lumot, mana kimga qanaqa quloq tashashlari yo'q, mana hamma tomoni. Men hozir qo'chqor udor bir dona ina bolani olib chiqdim xolos. Buni bolalari o'zimda hali sirotda. Qo'langiz to'g'ri, Mashina qilib seleksiya qilib olishadi hammalari. Gap yo'q. Shuni men hozir bitta chiroyli o'zimizda obunachilarga like bosib turgan ojagalarimizga chiroyli ma'lumot berish maqsadida olib chiqdim buni. Gap yo'q. Bu ammo lekin videoga boshida yo'q asli chiqarish maqsadim yo'q yo'q, dedilar, mana sizlar uchun olib chiqdik va xolos mana sizlarda sizlarda ham bunaqalardan qo'llalaringiz sig'may qolsin degan niyatda dangali bu. Buni oyoq deb polvonligiga qarang qo'ydi. Bu hozir buni nech pulga buni savdo bo'lgandir, qo'shib Sardor? Yo'q, bu savdo bo'lgan, lekin aytilmaydi zaparaka u narxda, to'g'risi. Kommentariyada endi har xil odamlar bor, bermaysizmi, mol beradi, mashina beradi deyshadi. Lekin buni haligisi boshqa baribir. Bunga qancha? 1 yil vaqtingiz ketdimi? Bunga 1 yil vaqtim ketdi. Nimaga olib keldim? Buni qo'ydi. Qo'chqorga qo'ydim, kutdim, tushirdim. Tushirdim. Gap yo'q. Akalar, mana bir martada bunchalik tushirib olish oson emas lekin. Yana bir gapda, mana qo'zi tushmaydi akalarga. Ko'ta, bu qo'zini men yana 1 yil boqib, bundan ham toza geni kuchli, toza hali liniyasi bor-ku. Shundan olib kelib qo'yaman. Elitaga o'tadi keyin. Elitaga o'tadi. Elitaga shu birinchi sort. Telefonlarda chiqyapti 10 ming, 15 ming. Ammo buni ham tumshug'i sekin oqarib boshlanyapti ekan. Ko'zlarim bilan. bo'ladi bu. Bu hali bitta to'lovda o'zi to'laydi. Nabodanda o'zgaradi. Telefon qilib, mana shu ona bolani deb qolsa, nima deysiz? Yo'q, buni bermayman, sotmayman. To'g'risi o'zim ham ishqibozman bu narsalarga. Sardorlar sizda ko'p ekan. Yo'q, menda kelishosin, o'zim bundan ham zo'ridan qilib beraveraman. Ishqiboziga bitta. Urg'ochi bu ham mana. Mana bo'yinda qarang, mana uzunligini, mana shunaqa tushadi. Quloq joylari shu zaparaka. Hozir ham 3 qo'l. Quloq qaranglar. Hozirgi kunda hali bu tashaydimi, quloq tashab turishni qarang. Turishni qarang, oldi stoykalarni. Kellarni ham ko'rasizmi? Bundaqa ko'proq o'xshab turadi, ammo kellarni o'zimiz qo'ylab bundan ham cho'zib turadi. Bu unaqa emas mana. Mana akalar, ma'lumotni, tekin ma'lumot. Bo'lmasam akalar, videomiz bo'ldi Sardorga. Yakunlaymiz, ha. Yakunlaymiz akalar. Syomkalarimizda xato kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammamiz chorvamizga Alloh baraka bersin.